Hali sonlaringiz yaxshimi? Tinchmi? Nima ya? Nima bo'lyapti? Mana aka mana shu ishlar. Bularmi qilgan? Ha, usta vasi. Nima? Перерасход. Nima qildinglar? Kanki uchdinglarmi deb oldi, aka. Yo'q, ishladik, ukajon. Mehnat qildik. Ko'ryapti. Bo'ldim gaplashib oldinglar, men aytdim. Men bular bilan nima gaplashaman? Aka, siz qochib ketmang. Men professional ustaman. Yo'qmadi. Ishlari yo'qmadi. Перерасход qilishdi. Bo'ldi o'zlari bilan. Bular bermayman deyaptilar pul sizlarga. Meni chaqirdilar. Ishlar ko'rdim, yaxshi emas, bunaqa ishlamaydi. Usti vashcha aqlli ishlash kerak, bilmayman nima qilgansizlar deb oladi. Aqlli, bezaqil ishlanganmi? Hammasi ishlangan, cho'tki qilingan, gruntовchi urilgan. Asos texnologiya bo'yicha bor. Nimasi bu yerda yoqmayapti? Xullas menga yoqmadi, kim buni o'ylaysan? Xullas maqsad chopishmi? Tushunmadim. Nima qilyapsiz mendan? Nima bilan chaqirdingiz? Siz yo'qmadi menga. Olamon, assalomu alaykum. Ismingiz nima edi? Ustaman men sizga o'xshagan. Hozir kelib turib endi bularga nima dillar deb to'g'rimi? Bu aynyapti endi hozir. Meni pulimni bergisi kelmayapti, rizqimni, bola chaqamni. Shunaqa bo'lyapti. Maqsad shumi? Ishni olib, sizga bunday anaqam yo'q. Men pulimni topsam, bo'ldi, pulimni bersangiz bo'ldi men bitirganimdan keyin. Kecha aytdim-ku. Normal summalari bor. Pulni halol topish kerak. Bunaqa birov ustiga kelib topish kerak emas. Aka, menga qiziq emas. Siz bular bilan gaplashib oling, men topadigan pulimga nima qilasiz? Men yaqin yo'q, men sizni pulingiz bilan ishim yo'q. Olamol halol bo'lsin inshaalloh. Lekin men mehnat qilaman bu. Hozir tayyorga kelib sepib bormoqchisiz, to'g'rimi? Deviktolovka qilib bo'ldik. Chistoyga tipashni chiqarib qo'ydik. Shundoq kelasiz, sepasiz $5. Menga vashchi qiziq emas, aka. Siz nima qilgansiz? Nima qo'ygansiz? Nimaga keldingiz bu yoqqa? Pul topishim kerak mana. Hop, men ham pul topaman. Rizqim bor, bolalarim rizqi bor. Mana men okaga kecha ayblaringizni ko'rsatdim, aytdim kecha. Aybimni o'zimga